Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Oilaviy nizolar har doim ham murosa bilan tugamaydi. Ba'zida bir og'iz so'zning ortidan inson hayoti ustun bo'lib ketishi mumkin. Farg'ona viloyati Quva tumanida qaynuka va pochcha o'rtasida boshlangan janjal og'ir jinoyat va afsuski o'lim holati bilan yakunlandi. Voqea tafsilotlari hozirgi reportajimizda. Ma'lumotlarga ko'ra, sudlanuvchining opasi va pochchasi o'rtasida avvaldan oilaviy nizolar bo'lib kelgan. Har ikki tomon ham murosiga kelmay kelishmovchilikni avj oldirgan. Ularning o'zaro tortishuvlari qaynona, qaynuka va kuyov o'rtasida ham munosabatlar sovishiga sabab bo'lgan. Fojia sodir bo'lgan tun soat taxminan 1lar atrofida. Mast holda bo'lgan kuyov tanishi bilan birga qaynonasining uyi oldiga keladi. Maqsadi bolalarni olib ketish bo'lsa-da, u darvoza oldida baland ovoz chiqarib, qo'shnilarni yo'qotadi. Avtomashina shovqini va baqir-chaqirni eshitgan qaynuka esa ko'chaga chiqadi. Ostona oldida bo'lgan mast holdagi pochchasi bilan so'rashmas ular o'rtasida og'zaki tortishuv boshlanadi. Bundan sudlanuvchining jahli chiqib, pochchasi va uning o'rtog'ini ketmon yordamida bir necha marotaba bosh qismiga urib, tan jarohatlari yetkazadi. Yetkazilgan tan jarohatlar oqibatida sudlanuvchining pochchasi shifoxonada vafot etadi. Holat esa jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudida ko'rilib, qaynukaga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlandi. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi A va D bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Afsuski, xonadondagi murosasizlik bugun bir insonni hayotdan olib ketdi. Bunday fojialarning oldini olish faqat huquq-tartibot organlariga emas, har birimizga bog'liq ekanligini unutmaslik lozim. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.